Hozir Rossiyadagi advokatimiz bilan Xorazmdagi Furqatni ishini ko'rib chiqyapmiz. 2020-yilda davlatdan ishdan olinib ketgan ekan. Odam urib yuborish bo'yicha sudlangan ekan. Mashinada odam urib yuborgan ekan, probasi решать bo'lib ketgan ekan. Furqat og'alaringda hozir Rossiya ishga tushgan, aytgan MVDsi Efezi bo'lsa. Xudo xohlasa MVDdan razрешение berilsa, bir vakil yuklab beriladi menga. Pol гражданства Rossiyskiy Federatsiya deb turib O'zbekistonga boramiz nasib. Hozir tergov jarayoni bizda ham ketib turibdi. Ishdan nimaga urilgan, nima uchun o'zini yurist deyapti, nima uchun jurnalistika sohasiga kirdi, nima uchun yurist akademiyada o'qigan ekan, 2001-yilda akademiyaga topshirgan ekan, 2005-yilda bitirgan akademiyani, 2020-yilda ishdan olinib ketgan. Sabablari juda katta. Xudo xohlasa o'lmay tur O'zbekistonga borganimizda gaplashamiz sen bilan oz kunlarda. Hamma ma'lumotlarim ochib tashlabdi-ku. O'zim bilmaydigan ma'lumotlarimni ochib tashlabdi-ku. No dedim, mashinada o'ynatgan ekan, pravasi lishon bo'lgan ekan. Prav olgan Almanni tekshirib yurmoqda. Bu qiziq. Bunga qara. Men bunga e'tibor qaratish dushimga kirmadim. Qani avvalgi vajahata, qani Fayazdaymi kimdagin? MVD keyin kimni сопровождение qiladi? Fayaznimi, Nazaninimi? MVD pismosida сопровождает гражданинку deydimi yoki или гражданина deymi? Mana shu yeri qiziqda. Chunki Turkiyada Jasmin Transni qamoqqa olsalar, erkaklarni turmasına tashlabdilar degan xabarni berdilar. Lekin u Jasmin chunki Muzaffar Rahimov ya o'zgarmay qolganmi ekan. Bu Nazanin ham endi biz bilimizda nov narsalari bor, nov narsasi yo'q. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Lekin ko'rdingmi qonun seni nishatdi? Qana berdi vajahatla qana. Ko'tingni tozalab yurgin, ko'tingga do'ng qilaman, do'ng qilib. Har og'zimdan chiqib yotgan shalaq so'zlar qani? Yerda sen o'ylab turibsan, internetda o'tirib hamma narsani gaplayveraman debmi? Bu internet har bir narsani gaplashish uchun yaralmaymi bu? Ana shuning uchun qonun bor. Jinoyat kodeksining 141 prim 3-moddasini o'qitdilarmi sana? O'qigansan o'xshaydi. So'kishlar yo'q-ku. Chunki og'irlashib borayotir-da, kundan-kun har xil so'kish ishlatasan, og'irlashib borayotir. To'g'ri aytib tursan. MVD balkim meni yuboradirgan, meni kelib borib tushmadi MVDga. U bir kunda bormaydi, u Moskvaga boradi. Meni qilayotgan masalam bo'yicha balkim shug'ullanar. Yoki o'zlarimizni ichki ishlar. Uni o'lmay tur deding-ku. Kuch to'plab tur, kuch. Malades. Yaxshi, ozgina nega gapsan? Tartiba gapsan. Xo'sh, endi yana bir nan tashabdilar. Avval 20 million deganda eshitdik. 20 million beraman. Shuni tutib kelsangizlar deganda eshitdik-dan, lekin odin urshamon deganlar. Sana 24 soat vaqt. 24 soatning ichida men bilan adin urushasanmi, urushmaysanmi uni javobini ayt. 1. Zo'r bo'lsang, shu daraja meni internetdan chiqib ketchagimsa xalat turgan ekansan, sen bilan adin urushaman, meni yengib bilsang, meni urib bilsang, savol bir aytaman. Meni yengib bilsang, men internetimi, Instagram tarmog'imni butkul tay bilan o'chirib tashiman, laviz gapman. Agar sen meni urolmasang, imini lichna men seni ursam, promil efir ochib qo'yamiz, promil efirda urushamiz. Agar men seni ursam, ikkimiz ham yozamiz. O'z xohishimiz bilan urushyapmiz. Ava bira bilan ariza janjali yo'q deb ariza yozib promil efir ochamiz, ikkimiz ham urushamiz. Agar sen meni urib bilsang, iminni, meni urib bilsang, agar можно urib bilsang, men Instagramni o'chirib tashiman. Agar men seni ursam, sen yo'q qolasan. Sen butkul yo'q qolasan. Oshunga kelishsang, ertaga 24 soat vaqt sana. Kutaman sendan atvetni. Libo joyga urishaman. Xohlasang ofisingga borib urishaman. O'tirasan-ku, kursingda. Shu kursing yanına borib urishaman. Tushundingmi? Zo'r bo'lsam shu daraja. Bu ne bo'lib qo'yapti bular? 24 soat. Bu oqshom dongda qilingan syomka. Buni bizlara
Sal bizni insiderlarimiz sal kechroq beribdi, ammo men tayyorlanishim kerak edi. Bir qiz bola bilan urushish nechik bo'lishini men tasavvur eta olmayapman, nechik bo'ladi ekan bu. Tayyorlanishim kerak-da men. Kim bor bir danish nalar bormi? Master sport club bormi? Qizlar bilan urushishga tayyorlaydimi? İşim tushib qoladi, mana uni deyding kulib. Ey tavba. Bir odamlar bir kayfiyatlaringiz ko'tarilsin deb kelatirman-da bu videoda. Ammo qonun doirasida bir qonun buzilishini emas. Aynan qonun ayrimlarni novga solib qo'yatirganligini ko'ringlar deyatirman-da. Men ham aytaman, ey qonun bilan o'ynashma. Qonun bu. Qonun bu jamiyatdagi barcha uchun majburiyat bu. Agar men 24 soat ichida dedi, seni dedi urushmasam dedi, yana yodimdan chiqib ketdi doğrusu. Bir narsa aytaman dedi. Chunki avvalam aytibdi, shu butilkaga o'tistirmasam, ennemni balasi emasman dedi-da. Biz hayronmiz, qaysi butilka ekan? Hali uning butilka ishlab chiqarilmadimi deb men ham hayronman. Qaysi butilka ekan? Neni butilkasi ekan? Ya o Nikolay Pashshalani bo'shatib ketgan butilkalar ekan. Topib olmayibman ekan ya bular butilkani. Shuning uchun har bir so'zni o'ylanib gaplashish kerak-da. Bu aytaverish oson, buni aytmasam falonman, buni aytmasam falonman. Lekin qiz bola bilan urushishni men sira tushunmay turibman shuda. Videosi boradi. Shunday ganadi. Boshqa birov bilan urush, boshqa birov bilan bir janjallashib qolsam, seni yozaveraman yana. Yana shunday davadi bu da. Endi sen xudo xolasa yaxshi javob berasan. Kutib o'tir. Endi daftar ochildi. Sabr etdik, vaqt o'tdi. Hamma narsa o'z joyiga tushdi. Xudoyim Allohimga behisob shukr. Endi bemasini meni kut. Firqatjon, menasini kutmani. Şöyle zor çıktı. Ümmeti ibaret. Şöyle zor çıktı. Nav minçelli benim bo'lishina sabab nav. Men benim bir gülüş videolarını qilmamadim. O'zim ham ko'p ahvolda minçelli gülmemedim. Azatib güldüm bir gün şu ikisini gördüm. Birisi yanda Moskvada advokat mı? Rossiyada advokatları bilan ishlab turmuş. Bu yana advokat qidirib yuribdi, advokatlar bo'lsa в прошлом Фаяз в данное время Nazanin корочеdan shunday odam bor ekan shu anda. Shu advokat qidirib yuribdi. Agar advokatlar bo'lsa, pulini bir narsasini to'layman dedi, dedi xullas. Kelishib olasizlar. Banda adin urshaman deb turibdi. Qancha keladi? Yaxshilar. Hali endi boshlanmadi-ku. Hali bu boshlanishida shunchalik-ku. Mana bir gap bilarim yodlaringizdan chiqib ketadi-da. Sabr deyman-da. Biz shuncha sabr qilamiz-ku. Bu mana bu yerda yani birisi yana chiqib turib, unning deb har xil shalaq so'zlarni gaplab yotyapti. Uni hamma narsasini olib, endi hammasi ishlanib, boshlab advokatlari bilan maslahatlashgan o'xshaydi. Ой, Nazanin, у тебя там серьезные проблемы, да, у вас по уголовному кодексу такой статья, там даже 3 года лишения свободы есть. Ну, ты занимайся серьезно degan bo'lsa, demak endi nozla qolib ketdi. Серьезно aytdi. Bergi Nazaninni endi. Bergi Nazanin odamlarga urishaman deb o'tib boshladi. Yo, maqsad nima o'zi? Yo'q, hali endi masala boshlandi. To'g'ri, haqiqatan holatlaringiz bor ikkingizdan. Biring uzoqda o'tirib yetishib olmaydi deb o'ylading. Biring bu yerda o'tirib 20 million so'm odam yollab bilan tutib keldi deding.
O klubga telefon urib 5 bola berib tur deding. Bechara bo'shagan butilkalarmi, yo bo'shamagan butilkami bezovta etchak bo'lding. Butilkaga 30 tirraman deb. Seni yana u og'zimdan chiqib turgan so'zlar seni bir narsangdan meni bir narsam yaxshi dedi, ha? Feyyazda zo'r saperlik bor. Rossiyada yo'q, hozir Moskvada. Ha? Jigurda. Chiqurdi. Men sizlarga bir maslahatim bor. Nechachchaksizlar? Kechirim so'rab chiqishakmisizlar? Yoki yana so'kishmi? So'kish qilaveringlar. Men sizlarga aytib qo'yibman-ku. Men oxirgi gapimni shu yerida aytaman. Bu sizlarga og'ir bo'ladi. Sizlar esa uyda yotib, biring kvartirada yotib, ichanda yotib olib o'zingni syomka etib prямой efirda o'tirasan. Biring dangda prямой efirda o'tirasan. Ey barakat topkur, o'zi yaqinda doğdum deysan, suting qaytib ketadi. Necha desam minchalli nima qilaverib. O balangni qara deb yozib turibdi odamlar. Qo'y urishni balangni qara deb turibdilar. Haqiqatan ham balangni qara. Endi boshqa tushganini ko'z ko'radi. O'zi hayot qiziq ekanda odamlar. Bo'jiya bu desang, rangingga boqrayib qaraydi. O'zi bo'ji-ku axir bu. Necha sen boqrayib qaraysan meni rangimga desang, guvom sendan norozi. Qonun buzgan odamga sen qonunni buzding, endi qonun oldida javobgar bo'lishing kerak desang, sen onun uchun dushman aylanasan-da. Lekin ertang o'zlarining huquqi buzilgan vaqtida qonun ularning huquqini tiklamasa, huquq organlaridan norozi bo'ladilar. Nechun bo'lishi kerak? Tarazining ikki pallasi bor. Qassobdan go'sht olsang 1 kiloga pul to'lasang, sana 900 gram go'sht bersa, sen 100 gram uchun shu bilan urishasan. Haqqingni talab etasan. To'g'rimi? To'g'ri. Biz qonun doirasi bo'lganimizdan keyin nechun tushunmaysizlar, nechun to'g'ri qabul qilib bilmaysizlar? Axir qonun buzilish bu yerda meni ko'rasan deb men 5 yil burun aytganman. Agar qayerdadir qonun buzilish bo'lsa, oldingdan men chiqaman deb. Chunki nomimiz shunday. Qonun doirasi. Ana u na serumi Facebook'dan nereden informatsiyalarni olibdi, pravoslavishon bo'lgan ekan, ishdan urilgan ekan, minatgan ekan. Debdi-ku, значит, avval artist dedi u. Artist ekan, o'yinchilar o'ynagan ekan deb. Artist ham bo'ldik biz. Yana odam urib ketgan mashinada pravoslavishon bo'lgan ekan. O formani yechtirib ishdan qo'ygan ekanlar. Endi keyingi safar bilmayman, molla bo'lgan ekan. Masjiddan qo'ygan ekanlar deb chiqadi bular. Oxir bularning og'zidan chiqqan gaplari ya millionda bir scena bor edi-ku. 90-yilda o'ynab yurgan birilardan keyin hozirgi zamonga kelsa, yo'q, men o'ynamayman balam. Ava, yo'q, men ichmayapman, ichimiz bizga mumkin emas deydi. O'zi avval alkash bo'lgan, o'yinchi bo'lgandan. Hozir endi bularning so'zina kelsang, bularning so'zində avvalgi og'zimdan chiqdi, "Lavsin meni lavs, gapimga javob" deb mashinada o'tirib, tiflik sachratib kelib, har xil so'zlarni gaplab turgan odam endi bugun o'sha adin-nadin urushga tushib boshladi-da. Qiyomat keldimi? Og'ir zamon keldimi? Ayollar bilan erkaklar urushib boshlaydigan bo'lmasa, bu ayol kishi unutib qo'yganda, qara. Ey baloga yo'liqqur. Umar roziyallohu anhu shu bir yaxshi gap bo'ldi. Baloga yo'liqqur. Sen erkakni yetim qo'rg'asindan yaralganligini unutdingmi? O'zi aytib turibdi, erkakni yetim qo'rg'asindan yaralgan ayol erkakdan ustun bo'lmas. Meni unutdingmi? Sen kimsan deb tursan? Sen kimsan deyishdan avval biz oynaga qarab, men kimman o'zi deyishimiz kerak-da. U oppoqaydagi oyna kerak-da. Haqiqiy ayttiradi. Ya bo'lmasa uni kinodagi choy kerak. Choyni ichib, men kimman o'zi desa, O'zini o'zi aytadi. o'zini o'zi gaplaydi aynan qarab. Shuning uchun sen kimsan minnati deyishdan avval sizlar kimsizlar o'zi 20 million so'm odam oldirib butilka diktiradi. Sizlar kimsizlar o'zi og'zingizdan shalaq so'zlar chiqib xohlagan gapingni ishlatib, obunachi yig'ib ahvatim 100 million bo'ldi, davay reklamalarni qilaman deb, pul ishlayman deb harakat etgan sizlar kimsizlar? Ayting qani? Shuning uchun o'ylanish kerak har bir narsani. Qonun buzdingizmi? Demak, jazongizni olishingiz kerak. Qonunni buzgandan keyin bu yerda har xil o'zingizni aqliman deb har xil narsalarni qilishingiz. Как говорится, в России это бесполезно.
Nazanin. Если хочешь, у меня есть адвокаты хорошие, друзья, которые вместе работали. Но точно не знаю, они с такими людьми работают или не работают. По-моему, нет. У нас совсем нету таких адвокатов. Может, тебе по другому месту надо поискать. Shuning uchun ko'proq pul to'la, Rossiyada ele keladi. Sen bilan birga. No dedi, sotvorождение dedim, vakillik bir narsadan ruxsatini bersalar dedim. Ha, o'zi chiqishini taklifladim ham, meni xotim yetib boribman. Buni zo'r gap bu. O'zi yodim oshib ketdi. Keyin sizlardan chalab chulplarim, men bu yerdagi advokatim bilan gaplashsam, Chalab chulib kim u? Auditoriyasimi? Chalab chulib faqat. O'zbekistondan advokat olsang bo'ladi. O'zbekistondan sen bilan yaxshi ishlaydigan yurist, yaxshi seni zashini qiladigan advokat kerak deyapti. Kimdir advokat tanishi bo'lsa, kimdir advokat mana yurist soha bilan shug'ullanadigan bo'lsa, menga iltimos svязga chiqib olinglar. Men bilan ozgina qiladigan ishimiz bor. Telefonda tushuntirib beraman. Menga juda ham bitta normal advokat kerak. Bu yerdagi advokatim aytayaptiki, O'zbekiston advokatlarga men senga nima qilishingni aytaman deyapti. Men bitta ish borasida menga srochniy yaxshi yurist kerak O'zbekistondan. Kimni tanishi bo'lsa, meni atmika qilib ketinglar yoki shu videoni tashlab olinglar. Kim men bilan ishlamoqchi bo'lsa, svязga chiqib olinglar. Iltimos, puli bilan pulini beraman. Meni bir ishlarim bor, o'shani hal qilib berishlaringiz kerak, iltimos qilaman. Bom advokat tanishni chiqinglar, svязанаdan tarqab beringlar. Bom. Bir yordam berish kerak. O'zingiz advokatsiz ketasiz. Yo, endi men axir anandan o qiz bilan urushishim kerak-ku, vaqtim bo'lmagan. Ajoy Alloh, alhamdulillah, bismillah, payg'ambarimiz deb so'zlab tursan, to'g'rimi? Hay. Shu so'zlarni sen ishlatma. Chunki hali kiyim kiygan, aytilgan, jins o'zgartirgan-ku, o'dim. Nechun ishdan olinganingni bir aytib chiqqan xalqqa duxing yetadimagan, o'zing haqingda ma'lumot ber. Sen meni shaxsiy, shaxsga doir hujjatlarni ommaga taqdim etish jinoyat ishligini bilmaysanmi ya? Даже Rossiyada zakon bor uning. Urra, buni bahonasida Toshkentga boramiz ekan. Toshkentga ham chaqiradilar ekan bizani. Shuning uchun men yo'q vaqtda mahkam eshiklarni ilib, yaxshim sutnonlarimizni ikkak qo'yib o'tirasizlar qilib Toshkentga chaqiradilar. Quloqima azon o'qilgan deb o'zini Alloh tushmaydigan bo'pti. Молодец. Avvalgi gaplar nega ketdi, ha? Don degan narsalar bor edi. Shu donni men sabr qilib yuribman. Don nima ekan? 100% o'zi so'raydigan yerida so'rayman. Don degan gap nima ekan? Buni birodarlar aytinglar qani deb. Ana shu gaplar nega ketdi? Quloqima azon o'qilgan dedi-da. Quloqima azon o'qilganligini bilasan ekan. Azon o'qilgan odimda qoladi. Xudoni eslaysan ekan. Xudoni bilasan ekan. Xudoni insoniyat uchun yuborgan kitobini amal qilading. Nechun qilmading? Endi Xudo deysan. Odamzod o'zi shunday bo'ladi. Boshqana ish tushgan vaqtida Xudo deydi. Haromdan pul topsa, oyoq yerdan uzilib qoladi. Xohlagan ishini qilaman deb o'ylaydi. 1-2 so'm pul topadidan. Shunday bo'ladi. O'zi muammoga girsa, qonun yo'qmi bizda deb boshlaydi. Lekin qonunni buzishdan oldin o'ylamaydi qonun bor ekanligini. Mashinani katta tezlikda haydaydi, qayerdadir yitqi sodir qiladidan qonunni talab qiladi. Yoki kimnidir uradi, yoki kimnidir aldaydi, firibgarlik qiladi, o'g'irlik qiladidan keyin qonunni talab qilib boshlaydi. Bu ham endi Alloh Xudo deb boshlabdi. So'kilmaysan. So'k axir. Kerak mana shu. 141 prim uching bor, keyin yana pornografik rolik tarqatganlaring bor. Yana bir so'kish bo'lsa, takroran bo'ladi, zo'rroq bo'ladi-da, og'irroq bo'ladi-da. Shuning uchun kutib qolaman sizlardan avvalgi so'zlarni. Ayta olmaysizlar endi. Chunki endi qonunni sizlar bildingizlar axir. Masalan, shu qonunni aytgandan keyin sizlar o'qidingizlar, kimlardandir maslahatlashdingizlar, advokatga borib maslahat so'radingizlar. Haqiqatan ham shundaymi deb, "Avva" dedi ular. Endi qo'rqib boshladingizlar.
Agar avvaldan sizlar qonunni hurmat etganlaringizda shuni ish qilmas edingizlar. Ko'rdingizlarmi? Obunachi yig'aman deb, o'zimni maqsadimga erishaman deb har xil narsa qildingmi, ertang qonun baribir seni o'zingni shu narsaga erishtiradi. Shuni unutma. Kutaman sizlarni, mayli, biring o'lmay tur, biring trenirovka qilib tur. Gulmira balam bilan dengsan, bu adim urshaman, sen bilan deyishing menimcha sal najoyiz. Agar doim shunchalik urushni xohlab turgan bo'lsan, O'zbekistonda sportsmen qizlar bor urushib yurganda, lekin qizib tashlab sal qo'rqizdim. Mayli, men harakat eting, tezroq trenirovka tayyorlaning, bu bilan urushmagan. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yetdim trenirovka.